Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni unitazga o'xshatishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab tanqidlarga uchramoqda. Alfonslar bilan siz yashab, sizni Alfons erlaringiz sizni xafa qilmagan, qo'lini ko'tarmagan, chunki joyiga qo'yib qo'yasiz, siz bitta fanatlaringizga ham baqirib ketasiz-ku konsertlaringizda, hurmatini joyiga qo'ymasdan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaqi xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarni dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Sizni Alfons eringiz sizga ozor bermaganda, boshqalarni eriga o'xshab. Chidamagansiz-da siz urushlarga-yu, xiyonatlarga-yu, o'zbek ayollari chidab keladigan narsalarga. O'shaning uchun o'tirib olib ajrashgan ayolni unitaz bilan bir xil debsiz. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eng patxalim, eng anaqangi laganbardor artist O'zbekistonni laganbardor artistisiz siz. Bitta prezidentdan ikkinchi prezidentga paxta qo'yib yuradigan, hozir qaysi bir prezident bo'lsa, o'shani ko'tini yalab yuradigan odamsiz.